Dostlar, mavo zaytun meteoritning kesmi yüzü, mavo Afrika'nınki, yani Kenya ganlan yüzü, yani Kenya'nınki zaytun meteoriti, taş, tömür meteorit ailesiga tabi. Qanda meteoritni jiqroq pulga oladi desanglar, bu shu biz eng qiziqadigan masala bu shu. Meteoritninki qimmat arzonligi shu tashniki chiqqan sifatiga, undan keyin chiqqan miqdoriga, undan keyin kelgan orbitasiga, masalan olimlar tekshirib, paloni joydan kelibdi deb turib hukm qiladi shuning ilmiyatlarini tekshirib o'rgandan keyin. Shular bilan munosabatli bo'ldi. Mavo Kenyaniki meteoriti qarab tursizlar, qarab ko'rayotganinglardek, mana mavo cho'ng kesmi yuzi intayin cho'ng holatda. Demek bu meteorit bayqalgan vaqtida intayin cho'nglari jiq bayqalgan. Jiq bo'lganlik uchun bozorda bahasi boshqa zaytun meteoritlarga qaraganda biza tugan. Undan boshqa qarasanglar, maningdek qora qura yerlari biza ko'p. Andan keyin manda yeshil, seriq chiqqan yerlari ozroq holatda hisoblanadi. Andan keyin qarasanglar, mavo Rossiyaniki Ma'nun sütü bilen hazır bayatın kögün olanın sütünü siliştirip baksanlar bo'ldi. Mavo bize qimmatroq aleti bo'ldi. Kenyaniki mavo halalettirek çıkıdı. Bu başka zeytin meteorit ailesi targan vaqtida bahsi azanroq hisoblanadi. Ondan başka yana bazı taş meteoritlarda. Mesela Mahmud taş meteorit qarasanglar, eski bir taşga o'xshaydi. Nurg'unlarimiz qarablar va eski toshga bu deb tashlaymiz. Ba'zi odamlar mo'shunda eski toshlarning mo'shunga o'xshab qolganlarga meteorit deb turib olgan do'stlarimizga. Anadaki ma'no nima meteorit desanglar, mayadagi isbotini ko'ringlar. Avo qari turgan avo pizza mo'shuniki tashqi po'sta qildi. Bu hozir tashqi po'sta sirtqi boshqa yerlarda qolmagan tashqi po'sta qolmaganlik uchun ichki holatiga qarata andan keyin hukm qilamiz. Andan keyin kasbiy odamlar yoki bo'lmasa tekshirishlar orqali andan keyin hukm qiladi. Mavo yana bir partiya, mavo Vista orbitasidan kelgan, ya'ni Xotan Niya noyisidan Salg'uzak degan yezniki qumliqda bayqalgan Zawshinshin, ya'ni Vista orbitasiniki sharsimon danchsiz tosh meteoriti o'tadi. Sharsimon danchilik tosh meteoritlar mavo holatda bo'ladi. Datlishidi. Chunki sharsimon danchilik tosh meteorit deganimiz magnitchanligi bor. Tarkibidagi nikel bilan ko'mirning miqdori intayin ko'p salmoqni egilgachga yer shariga tushgandan keyin manda datlashadigan avvallari jiq bo'ladi. Yomg'ir yoki boshqa biologik hodisalarning sababidan. Andan keyin mavo sharsimon danchsiz tosh meteorit deganimizda magnitchanligi asosan bo'lmaydi. Ba'zilarda intayin baktuvan siz magnit tekkizib his qilolmagandek darajada bo'ladi. Shuningga buningda yer shariga qo'ngandan keyin datlashadigan avvallar ko'p yuz bermaydi. Shuningga mavo sharsimon danchsiz tosh meteorit ozroq uchraydi. Mush vaqtga qadar bayqalganlari az bo'lganligi uchun bahsi odatdagi sharsimon danchilik tosh meteoritlardan yuqori o'rinda turdi degan gap. Meteorit havaskorlari yurak berib saqlab, meni qo'shmagan do'stlar qo'shib olgandan keyin inkas rayoniga qo'llaniladigan toshlarni mayli meteorit bo'lsin, mayli odatdagi toshlar bo'lsin, mayli boshqa turdagi toshlar bo'lsin, avatib qo'ysanglar bizga yarsa biz setib olamiz, boshqalarga yarsa boshqalar setib olishi mumkin do'stlar.